shaharda gadoy ko'payib ketar ekan, gadoylar. Keyin o'sha gadoylarni kamaytirish maqsadida o'sha shaharda podshohi farmoni ilohiy chiqarar ekan. Kim kimga sadaqa bersa, qo'lini kesinglar der ekan. U gadoylarni kamaytirish maqsadida. Hozir mana bitta prezidentimiz qaror qabul qilsa, hammamiz bo'ysunamiz. O'sha davrda o'sha podshohni o'sha qaroriga hamma bo'ysunadi. Hech kimga sadaqa bermay qo'yadi. Kunlardan bir kuni eshik taqillaydi. Eshik taqillasa, ichkaridan bir qiz chiqib keladi. Hali qiz chiqib keladi, qarasa bir otaxon turibdi. Qizim deydi, ochiqab suvsab qoldim deydi. Menga suv bilan non bergin deydi. Hali qiz shunday uyga kiradi, podshohning farmoni ilohiysi esiga tushadi. Shunday qaytib chiqadi, otaxon deydi, men sizga suv bilan non bera olmayman deydi. Podshohimiz farmoni ilohiy chiqargan deydi. Kimga sadaqa bersa qo'lini kesinglar deb aytgan deydi. Hali otaxon aytadi, qizim, men gadoy emasman deydi. Men karvonda kelayotgandim. Karvonimni qaroqchilar taladi deydi. Ochiqab suvsab seni eshiginggacha keldim. Jon qizim suv bilan non bergin deydi. Hali qiz Allohga tavakkal deb chopib uyga kiradi. Ikkita non bilan bir kosa suv olib chiqib hali odamga beradi. Suvni ichadi, nonni oladi. Qizni duo qilib yo'lida davom etib ketadi. Bu narsa podshohning qulog'iga borib yetadi. Podshoh aytadi, farmoni ilohimni kim buzdi? Tutib kelinglar, qo'lini kesamiz deydi. Hali qizni saroyda tutib olib boradi. Qiz dod deydi, faryod deydi. Gadoy emas ekan, karvonda kelayotgan ekan. Karvonini qaroqchilar talab, ochiqab suvsab bizni eshigimizgacha kelgan ekan desa, yo'q deydi podshoh. Farmon hammaga bir xil. Kesinglar qo'lini deydi. Hali qizni shunday qo'llarini kesib tashlaydi. Kunlar, oylar o'tadi. Podshoh bir kun shikorga chiqadi. Aylanib yursa, birov shirali ovozda qo'shiq aytayotgan bo'ladi. Shunda yerga o'tiradi, hali qo'shiqqa ovozga oshiq bo'lib qoladi. Aytadi, oshiqqa davo yo'q. Oshiq bo'lgan odamda davo yo'q. Shunday podshoh o'tirib qoladi, vazirlariga aytadi, tez topinglar, kimda ovozi deydi. Ovoziga oshiq bo'ldim, uylanaman deydi. Vazirlar cho'pa-cho'pda oqtarib ketadi, quruq qaytib keladi. Podshoh aytadi, qani topolmadilaring desa, yo'q, podshohim, topdik, faqat u qizga uylanolmaysiz deydi. Nima uchun desa, o suv bilan non beruvdi, qo'lini kesuvdingiz, o'lsa qiz qo'shiq aytayotgan ekan deydi. Podshoh aytadi, mayli, oshiq bo'ldim, qo'llari bo'lmasa ham uylanaman deydi. Qizni uyiga sovchilar keladi, qiz dod deydi, faryod deydi. Qo'limni kesgan insonga turmushga chiqmayman deydi. Podshohda qizni dod faryodiga qaramasdan podshohga beradi. Qiz podshoh bilan yashaydi saroyda, faqat ko'ngliga tugib yuradi. Men baribir bu odam bilan yashamayman. Baribir bir kun qochib ketaman. Baribir bir kun qochib ketaman deb doim tiliga tugib yurar ekan. Qo'limda kesgan inson bilan yashamayman. Kunlar, oylar o'tibdi, hali qiz o'g'il farzandlik bo'libdi. Shunday qarasa, shunday saroyga sal odam kamroq ekan. Debdi, bugun qochaman debdi. Shunday bolasini orqasiga bog'latibdi, qo'li yo'qda endi. Orqasiga bog'latibdi-da saroydan qochibdi. Hali qiz qochib ketaverib suvsab qoldi. Shunday qarasa bir soydan shaqqillab suv oqayotgan ekan. Shu suvdan bir ichaman-da, yo'limda davom etaman. Hali qiz shunday enkayib suvdan ichetsa, bolasi shunday boshidan tushib suvga oqib boshladi. Tutay desa qo'llari yo'q.